هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Furqan tefsiri 55. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Furqan suresi 55. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ula yani müşrikler Allah'ını koyup ulağı paydamı yetkizilmeydiğen, ziyanmı yetkizilmeydiğen nesillerini çokunudu. Kafir Rabbige asilik kılış bilen şeytanlığa yardım verdi. Seni fakat cennet bilen hoş haber bergici, devzaktan agahlandırıcı kılıp evettik. Eytkin ki men Allah'ın emrini tebliğ kılganlıkımga silerden hiç haq talep kılmayman. Fakat mening tilaydiganim şu ki mening dinimga ergishish bilan Rabbi tarafki yol elishni xohlaydiganlar yol olsin. Hamma ishingda o'lmaydigan mangu hayot Allohga yo'langan. Uningga hamd etish bilan Allohni pok deb e'tiqod qilgan. U bendilerinin günahlarını toluq bilishde yeterliktir. Allah osmonlarni, ziminni ve ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Andin arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Allah nihoyatda marhamatlikdir. Buni ya'ni Allohning buyukligini biladigan odamdan so'rag'in. Sana Allah'ın sıfatlarını eğitip verdi. Ulağa yani müşriklağa, Rahman'a yani merhametlik Allah'a secde kılınla değilse, ula Rahman digen nimo, sen bizni buyurgan nesigi secde kılamdık deydi. Bu söz ulanı imandan tekimi yaraklaştırdı. Allahu Ekber. Müşriklarning nadanlık doğrusida. Allah Teala bu yerde müşriklarning hiç qandaq delil pakitga ve hüccetki tayanmasdan, belki özlerinin xahişi ve nefsi havisiga ergişipla Allah Teala'nı koyup payda yoki ziyan yetkizilmaydigan butlarga ibadet qilganligidagi nadanligidan xabar berdi. Müşriklar butlarga yaqinlik qildi. Ularning yo'lida urush qildi. Ular butlarni deb Alloh taologa, uning payg'ambariga va mu'minlarga dushmanlik qildi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Kafir Rabbiga osiylik qilish bilan shaytonga yordam berguchidir. Ya'ni kafir shaytonning yo'lida Allah Teala'nın guruhlarına karşı yardımcı boğucudur. Galibe Allah Teala'nın guruhlarına buldu. Allah Teala bu vakte mundaq dedi: Ular yardımga erişishini ümit qilib, Allah'ını koyup başka ma'budlarni ilah qilib oldi. U ma'budlar ularga yordam berolmaydi. Bular shu ma'budlar uchun, ya'ni ularning xizmati uchun hazırlanan qo'shindir. Yani ularning Allah Teala'nı taşlab ilah tutib olgan butları ularga yordam berilmaydi. U nadan müşriklar bo'lsa, butlar uchun hazırlangan ularni va ularning chegarasini qo'g'dab urush qiladigan qo'shindir. Lekin dunyo va oxiratda oxirgi oqibat va g'alaba Allah Teala'ga, uning payg'ambariga va mu'minlarga bo'ladi. Ey rahmeti keng Allah, ey rahmeti keng Allah,
bizlarga shu qalbini ato qilgaysan. Mujahid Allah Taalaning kafir Rabbiga osiylik qilish bilan shaytonga yordam berguchidir degan oyatining ma'nosi haqida kafir Allah Taalaga osiylik qilib shaytonga yordam berguchidir dedi. Payg'ambarning xo'sh bishoratchi va ogohlantiruvchi ekanligi to'g'risida Allah Taala payg'ambariga mundaq deydi: Seni faqat jannat bilan xo'sh xabar berguchi, do'zaxdan ogohlantiruvchi qilib avatdik. Ya'ni biz seni mu'minlarga xo'sh bishoratchi, kofirlarni ogohlantiruvchi, Allah Taolaga bo'ysungan kishiga jannat bilan xo'sh xabar berguchi va Allah Taolaning buyrug'iga qarshi chiqquvchiga oldida qattiq azobning borligi bilan ogohlantiruvchi qilib avatdik. Aytqinki, men Allohning amrini tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Ya'ni men Allah Taolaning buyrug'ini yetkazganligimga va uning azobidan ogohlantirganligimga sizlarning mol dunyolaringlardan kichikkinimi talab qilmayman. Men bularni faqat Allah Taolaning roziligini izlab, sizlarning oranglardan din borasida ravurus bo'lishini xohlaydiganlarga yetkazman. Faqat mening tilaydiganim shuki, mening dinimga ergishish bilan Rabbi tarafga yo'l elishni xohlaydiganlar yo'l olsin. Ya'ni men elib kelgan haqiqatga ergishadigan yo'lni va prinsipni olsin. Payg'ambar alayhisalomning Allah Taolaga yo'linishga buyurilganligi va Allah Taolaning ba'zi sifatlarining bayoni to'g'risida. Hamma ishingda o'lmaydigan mangu hayot Allohga yo'langin. Ya'ni sen barliq ishlaringda o'lmaydigan mangu hayot bo'ladigan Allah Taolaga yo'langin. U Allah Taala mundaq zatdir. Allah'ın iptidası yoktur. İntihası yoktur. Allah aşkarıdır. Yani mevcutluğunu göstergüçü deliller bilen akıllarga aşkarıdır. Mehbidir. Yani onu köz bilen köygülü olmaydı. Onun zatının mahiyetini tonuşka akılla erişelmeydi. Allah hemen nesini bilgicidir. Yani Allah Taala ebedden ebedge mengü kalgıcıdır. Hemiş teriktir. Hemmini idare kılıp toğucudur. Hemmenesinin Rabbidir ve igisidir. Sen onu yölençik ve tayanç kılıp algan. O hem işlada yölendiğen zattır. Çünkü o sana yeterliktir. Sana yardım bergicidir. Sana kuvvet ata kılgıcıdır ve seni galibige eriştirgücüdür. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi: Ey Peygamber, Rabbin tarafidan sana nazil qilingan ahkamlarning hammasini yetkizgin. Agar to'liq yetkizmasan, Allah topshirgan vazifani ado qilmagan bo'lasan. Allah seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi. Onunğa hamda aytish bilan Allah'ını pak deb e'tiqod qilgan. Ya'ni sen onunğa hamda aytish bilan birga uni pak deb bilgin. Ya'ni onunğa tasbih etqin. Şuna Peygamber aleyhisselam undaq deydi: Rabbimiz bo'lgan ey Allah, seni pak deb bilaman ve sana hamda aytaman. Ya'ni sen ibadetni Allah Taalaga qilgin ve hamma ishlaringda uningga yo'langin. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi: U mashriqning va mag'ribning Rabbidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uni homiy qilib olgan, ya'ni hamma ishingni uningga topshirgan. Hamma ish Allohga qaytariladi. Allohga ibodat qilgin va Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni hamma ishingni Allohga topshirgan. Aytqinki, u nihoyat mehribon Allohdir.
Onunğa iman etdik ve onunğa tevekkül kıldık. O bendelerinin günahlarını toluk bilişte yeterliktir. Yani Allah Teala hiç nerse yoşurun kalmaydıgan ve zerre çağlık nerse çetli kalmaydıgan kemalet yetken bilimi bilen bendelerinin günahlarını toluk bilişte yeterliktir. Allah osmonlarni, zaminni ve ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Yani ölmeydigan mengü hayat Allah Teala hamma narsalarning yaratquchisidir. Ularning Rabbidir ve onun egisidir. Allah Teala özünün kudreti bilen muşu egizlik ve kenglikdeki 7 osmonni muşu çoңqurluqdaki ve qilinliqdaki 7 qat zaminni 6 kunda yarattı. Ondan arş üstüde özüge layık ravishda qarar aldı. Yani Allah Teala işlerini orunlaştırdı. Haq hüküm qiladi ve Allah Teala hüküm qilguvchilarning yaxshisidir. Ondan arş üstüde özüge layık ravishda qarar aldı. Allah nihayeti merhametlikdir. Bunu yani Allah'ın büyüklüğünü bildiğin adamdan sorğan. Sana Allah'ın sıfatlarını aytib berdi. Yani sen Allah Teala toğrusida Allah Teala'dan haberdar ve Allah Teala'nı yaxşı bildiğin kişiden sorğan. Sen şu kişiye ergeşkin. Allah Teala'nın bendisi ve peygamber bolgan Muhammed aleyhisselamdan başka Allah Teala'nı yaxşı bildiğin ve Allah Teala'dan haberdar birisi yoktur. Muhammed aleyhisselam dünya ahirette Adem aleyhisselamның avladının kattısıdır. O öz haşidin sözlemeydi. Belki fakat vahiyini sözleydi. Onun digenleri haktır. Onun haber bergenleri rastır. Eğer kişiler birer meselede talaş tartış kılıp kalsa, o onun hüküm çıkarış için hüküm çıkarışka tayarlangan yol başıdır. Onun digenlerge ve kıyganlarga uygun kelgini haktır. Onun digenlerge ve kıyganlarga uygun kelmegen söz ve işlerinin kılgıçısının meyli kim bolışıga qarmasdan birdek red kılındı. Allah Teala bu vakti mındaq dedi. Eğer sizler bir şeyde ixtilaf qilishib qalsanglar, bu to'g'rida Allohga ve peygamberge müracaat qilinglar. Sizler din üstüde ve onundan başka her qandaq narsa üstüde ixtilaf qilishmanglar. Onunğa Allah hüküm çıkardı. Rabbinin sözü nihayet rastdır, nihayet doğrudur. Yani Rabbinin sözü bergen haberlerinde nihayet rastdır. Kılgan buyrukları ve koygan çeklemeleri de nihayet doğrudur. Şuna Allah Teala mındaq dedi. Bunu yani Allah'ın büyüklükünü bildiğin adamdan sorğan. Sana Allah'ın sıfatlarını aytib berdi. Müşriklerini tenkit kılganlık doğrusida. Allah Teala'nı taşlap koyup butlağa ve Allah Teala'nın tenkitçileri dep qarıgan narsalarga secde kılgan kafirlarni tenkitlep mındaq dedi. Ulağa yani müşriklarga Rahman'a yani merhametlik Allah secde kılınla deyilse, ula Rahman degen nemo? Sen bizni buyurgan narsaga secde kılamdık deydi. Yani biz Rahmanni yani şefkatlik isimlik Allah Teala'nı tanımaymiz deydi. Kafirlar Allah Teala'nı onun şefkatlik ismi bilen ataşını inkar kılattı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Hudeybiye günümü Peygamber aleyhisselam katibiga
nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman deb yozgan deganda kofirlar biz nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohni tonimaymiz. Sen xuddi burunqidekla sening isming bilan boshlayman ey Alloh deb yozgan dedi. Şuna Allah Teala tövendiki bu ayetini düşürdü. Allah deb atsanlarmı buludu, Rahman deb atsanlarmı buludu. Qaysisini atsanlar hemmisi yaxşıdır. Çünkü Allah'ın nurgun güzel isimleri var degin. Yani o Allah Teala'dır. O nihayeti şefkatlik zattır. Ulağa yani müşriklağa, Rahmanğa yani merhametlik Allah'a secde kılınlar deyilse, ula Rahman degen nemo deydi. Yani biz onu tanımaymiz ve onu itiraf mı kılmaymiz. Sen bizni buyurgan narsaga secde kılamdık deydi. Yani senin buyruğun bilenla secde kılamdık deydi. Bu söz ulanı imandan texmi yiraklaştırdı. Müminler nihayeti şefkatlik ve mehriban isimlik Allah Teala'ya ibadet kılıdı. Allah Teala kılgan ibadetleri de onunla hiç nersini şerik kılmaydı. Ve Allah Teala'ya secde kılıdı. Hemme alimler Allah Teala ulağa rahmet kılsın. Bu suredeki secde bu ayet bolsa bu suredeki secde bu ayet bolsa okugan ve anlagan kişiye secde kılış vacip boladigan ayetlerinin qatarıdan ekanligiga birlik keldi. Bu mesele öz o'rnida tafsili bayon qilindi. To'g'risini Allah Teala bilguchidir. Osmonda burujlarni, yenib turadigan chiroqni, ya'ni kunni va nurliq oyni yaratgan Allohning barkati buyukdir. Allah özünün kudretini eslemekçi boğanlar yoki özünün ne'metiga şükür qilmoqchi bo'lganlar uchun kecha bilan kunduzni almışıp turadigan qilib berdi. Allah Teala'nın kattılıqının ve onun kudretinin bayanı to'g'risida. Mujahid, Sa'id ibn Jubayr, Abu Salih, Hasan ve Qatada qatarliqlarning qarashicha Allah Teala bu ayetide osmonda chiroyli katta yulduzlarni yaratganligiga öz zatini ulug'laydi ve kattalaydi. Allah Teala osmonlarda yulduzlarni yaratganlik to'g'risida mundaq dedi. Bizga barliq osmonlardan eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yo'riq yulduzlar bilan bezidik. Ve ularni Periştilerinin sözlerini oğurluqca tınşaşqı urungan şeytanlarını atıdığan nəs qıldık. Yani şeytanlar yulduzlardan çıkan şoğlu bilen itilidi. Osmanda burujlarni, yenib turadigan chiroqni, yani kunni yaratgan Allah'ın bereketi büyüktür. Allah Teala bu vaqti mundaq dedi. Sizler için yenip durgan çırakni, yani kunni yarattık. Ve nurluk ayni yaratgan Allah'ın bereketi büyüktür. Yani başka bir planetinin nuru bilen yorup durduğun ayni yaratgan Allah'ın bereketi büyüktür. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Allah quyoshni nur chachquchi ve ayni nurluq qilib yaratdi. Allah Teala Nuh aleyhisselamның kavmiga deganlaridan xabar berib mundaq dedi. Sizlar ko'midinglarmikin? Allah qanday qilib 7 osmonni bizni birining ustida birini qilib yaratdi? Ayni ularda, yani dunyoning osmonida nur qildi. Kunni nur chachquchi chiroq qildi. Allah özünün kudretini eslemekçi bo'lganlar yoki özünün ne'metiga şükür qilmoqchi bo'lganlar uchun kecha bilan kunduzni almışıp turadigan qilib berdi. Yani kecha bilan kunduz to'xtamay bir-birining orqasidan kelib turdi. Bu ketsa u keladi, bu kelsa u ketadi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Sizlarga oy bilan kunni tartiblik davr qilib turadigan qilib bo'ysundirib berdi. Sizlerge keçi bilen kündüzünü boysundurup verdi. Allah keçi bilen, yani keçinin karanlığı bilen kündüzünü yapıdı.
kecha bilan kunduz bir-birini qo'g'lashidi. Ya'ni davomli o'rin almashib turdi. Alloh quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilg'ichi qilib yaratdi. Kunning oyga yetib olishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqti kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Har biri palakda uzib turdi. Alloh taolo bandalarga ibodat vaqtini ko'rsatib qo'yish uchun kecha bilan kunduzni olmishib turadigan qilib berdi. Kimki kechining amal ibodatlarini qila olmay qolsa, uni kunduzda qilib olsa bo'ladi. Kimki kunduzning amal ibodatlarini qila olmay qolsa, uni kechida qilib olsa bo'ladi. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda mundaq deb keldi. Shek shubhisizki Alloh taolo kunduzda gunoh qilgan kishi tavba qilib olsin deb qo'lini kechida ochadi. Kechida gunoh qilgan kishi tavba qilib olsin deb qo'lini kunduzda ochadi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Allah o'zining qudratini eslamoqchi bo'lganlar yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kecha bilan kunduzni olmishib turadigan qilib berdi. Mujahid ve Qatada bu ayetning ma'nosi Allah o'zining qudratini eslamoqchi bo'lganlar yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kecha bilan kunduzni birini qorong'u qilib, birini yo'riq qilib, bir-biriga o'xshamaydigan qilib yaratdi deganlikdir dedi. Merhametlik Allah'ның yaxshi ko'radigan bandalari zaminda o'zlarini tuvan tutib temkinlik bilan mangadi. Nadanlar ularga yoqtirmaydigan so'z qilsa, ular sizlarga omonlik tilaymiz deydi. Ya'ni gunoh bo'lmaydigan so'zlarni qiladi. Ular kechilarni Rabbiga sajda qilish va qiyomda turish bilan, ya'ni namoz o'qish bilan o'tkazadi. Ular ya'ni yaxshi ko'radigan bandalar aytadi. Rabbimiz bizdan jahannam azobini dab'i qilgin. Ular ya'ni Allah yaxshi ko'radigan bandalar aytadi. Rabbimiz bizdan jahannam azobini dab'i qilgin. Cehennemning azobi haqiqatan sening dushmanlaringdan ayrılmaydı. Cehennem haqiqatan yaman qarorgohdir, yaman joydir. Ular ya'ni Allah yaxshi ko'radigan bandalar xarajat qilganda isrofchilik qilmaydi, bexillik qilmaydi. O'ttir hal xarajat qiladi. Nihoyatda shafqatlik Alloh taolaning bandalarining sifatlari to'g'risida. Nihoyatda shafqatlik Alloh taolaning bandalarining sifatlari tuvandikidekdir. Merhametlik Allah'ның yaxshi ko'radigan bandalari zaminda o'zlarini tuvan tutib temkinlik bilan mangadi. Alloh taolo mag'rurani mengishdan to'sib mundaq dedi. Sen zaminda mag'rurani yurmagin. Hakovirlikdan oyog'ing bilan yana teshib o'tolmaysan. Amma nihoyatda shafqatlik Alloh taolaning bandalari bo'lsa, zaminda cho'nglik, mag'rurlik va takabburlik qilmasdan yurdi. Bundaq deganlik ular zaminda yasalmalik ve riya qilib kesellardek yurdi. Deganlik emasdir. Bundaq deganlik ular zaminda yasalmalik ve riya qilib kesellardek yurdi deganlik emasdir. Chunki Adem avlodining kattasi bo'lgan payg'ambar alayhisalommu yo'l yurganda xuddi egiz yerdan tushayotgandek ve xuddi zimin onunğa qatlanıp berilayotgandek mang'atdi. Undaq deganlik yo'llarda kesellardek yuring deganlik emas, balki temkinlik ve salmoqlik bilan yuring deganlikdir. Bu haqda payg'ambar alayhisalom mundaq dedi. Sizlar namozga kelgan vaqtinglarda namozga aldırgan holatda kelmanglar. Sizlar namozga temkinlik bilan kelinglar. Namazdan yetişerligininglarni o'qinglar. Yetişelmegininglarni imom salom berib bo'lgandan keyin to'liqlab olinglar. Nadanlar ularga yoqtirmaydigan so'z qilsa, ular sizlarga omonlik tilaymiz deydi.
ya'ni gunoh bo'lmaydigan so'zlarni qiladi. Ya'ni nadonlar ularga yomon so'zlarni qilish bilan uvol qilsa, ular nadonlarga yomon so'z qilmasdan balki ularni kechirdi va ularga yaxshi so'zlarni qiladi. Payg'ambar alayhissalomni biror nadon taptani qilishga azvayligan siri u texmu ig'ir besiq bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ular behuda so'zlarni anglaganda uningdan yuz o'rib, ya'ni quloq solmay, bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchun, sizlarga omonlik bo'lsin, biz nadonlardan do'stlik tilamaymiz deydi. İmam Ahmad Nu'man ibn Muqrinil Muzanining mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalomning qishida bir kishi yana bir kishini tilladi. Tillang'uchi tillig'uchiga "Sana amonlik bo'lsin" dedi. Ondan Payg'ambar alayhissalom bilib qo'yinglarki, ikkinglarning orasida bir farishta bo'lib, u farishta seni ey tillang'uchi qo'g'dab turgan edi. U farishta seni ey tillang'uchi qo'g'dab turgan edi. Bu seni har qitim tillaganda farishta uningga balki sen shunda uningga sen haqliqsan deb turadi. Sen uningga sana amonlik bo'lsin degan vaqtingda farishta yo'q, amonlik uningga emas, sana bo'lsin va sen uningga haqliqsan dedi. Ondan Alloh taolo ularning kechisi eng yaxshi kechidir deb bayon qilib mundaq dedi. Ular kechilarni Rabbiga sajda qilish bilan, Rabbiga sajda qilish va qiyomda turish bilan, ya'ni namoz o'qish bilan o'tkazadi. Ya'ni ular kechini Alloh taologa ibodat qilish bilan o'tkazadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ular kechisi oz uxlaydi. Ular saharlarda Rabbidan mag'firat tilaydi. Ularning yonlari o'rim ko'pidan yiroq bo'ladi. Ya'ni ular kechisi ibodat qilib oz uxlaydi. Ular Rabbining azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib, uningga duo qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Allohga shirik keltirgan odam yaxshimi yoki oxirat azobidan qo'rqib, Rabbining rahmatini umid qilib, kechining soatlarini sajda qilgan va qiyomda turgan holda ibodat qilib o'tkazgan odam yaxshimi? Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Ular, ya'ni Allah yaxshi ko'radigan bandalar aytadi. Rabbimiz bizdan jahannam azobini deb qilgan. Jahannamning azobi haqiqatan sening dushmanlaringdan ayrilmaydi. Jahannam haqiqatan yomon qarorgohdir. Yomon joydir. Ya'ni jahannam haqiqatan ko'rinishi yomon qarorgohdir va yomon joydir. Ular, ya'ni Allah yaxshi ko'radigan bandalar xarajat qilganda isrofchilikmi qilmaydi, baxillikmi qilmaydi. Ya'ni ular xarajat qilganda buzib chechib, hojatidan yuqori pulni xarajat qilmaydi. Baxillik qilib, bola-vaqalarning yetarlik haqlarini qisibmi qo'ymaydi. Balki ular o'ttirhal yaxshi yo'lni tutadi. Ishlarning eng yaxshisi bakmi eshib ketmay va bakmi paslab ketmay o'ttirhal bo'lganidir. O'ttirhal xarajat qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Qo'lingni bo'yningga bog'lab olmagan, ya'ni baxillik qilmagan. Qo'lingni to'limi echib etmagan, ya'ni isrof qilmagan. Unda qilsang pulsiz qilib malomatga, pushaymonga qolsan. Alhamdulillah. Allohga shukrlar bo'lsin. Yuqorida Furqon suresi tafsiridan 67-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimni o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.